Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uyghur Qurultayı Qurbaniyet münasibati bilan 1-iyul kuni Germaniyaning Myunxen shahridagi manzirli ko'l bo'yida kollektiv heyitlash faoliyati o'tkazib, Germaniyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning Qurban hayitini tabriklash bilan birga Dünya Uyghur Qurultayining bu yil 12 mart boshlatgan Myunxen shahrida qurultay markaziy organi uchun maxsus ishxona uy setib olish haqidagi chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'shib, hozirgacha buning uchun 250 ming yevrodan ortiq pul iona qilgan Myunxen shahridagi pidakor qarindoshlarimizga qurultay nomidan alayda minnatdorlik bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin raisi Dinni Ulama Turg'unjon Aloviddin hojimning riyosatchiligida o'tkazilgan mazkur faoliyatga Myunxen va Germaniyaning boshqa rayonlarida yashayotgan qarindoshlarimizdan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlarımız. Bugünkü Dünya Uyghur Qurultayı o'rinlashtirgan birlikda heyitlashish, heyitni tabriklash faoliyatiga xush keldinglar. Hammamizga ma'lum, bizning muborak ikki heyitimizning birisi Qurban hayiti. Bu heyitni tabriklash va heyitda bir-birimizni tabriklash, birlikda heyitlashish bizning milliy an'anamiz bo'lib kelgan. Shuning uchun jamoatimizni bugun bu yerga to'pladik. Hammaylar tekrar hoş geldinler. Heyitinizga mübarek olsun. Bugünkü programımızda duadan keyin bizning reisimiz so'zlab berdi. Erkin akimizmi uzoq yerdan atayin jamoatimiz bilan ko'rish uchun keldi. Aqasimiz bilan ko'rish uchun. Shuning uchun Erkin akimizmi bizga to'tag'iz heyit tabrik so'zi berdi. Bundan keyin bizning cemaat erbabımız hem bize hoşallık çakçakları bilen hoşaltılan konuğumuzda açılan Abdümet kardeşimiz birkaç çakçak tutardı. Ondan keyin halk anca bir şeyden aynı yaşlarımız top oynasa, hanımlarımız birbirinden sohbet etsa, ondan keyin ahırsız bir cem bulup toplanıp bir obçu bir resim geçiyordum. Ondan keyin kaysak oldu. Endi sözünü Dünya Uyghur Qurultayı reisi Dolqun İsa Efendim'e berimiz. Dolqun İsa Efendim tebrik sözü ve özünün yürek sözünü ifadeleydi. Merhamet. Rahmet. Rahmet aval, aziz yurttaşlar, xadimlar, efendiler, ballarımız, umak ballarımız, emmenlarının Qurban hayitiga mübarek olsun. Erkinkam cemaat bilan Qurban hayitini birga o'tkazish uchun 300 kilometrdan ortiq yo'lni 85 yashil kirishga qaramay biz bilan bir yerga kelganligi uchun sharaf berdi. Erkinka xush keldingiz. Bugun endi hayitning 3-kunisi bizning yilda 2 qatim keladigan muborak kunlarimizdan bir hayitimiz. Namazlarını birga o'qidik. Men shaxsan bu yerda bulanmay qoldim, safarda bulanmaganligim uchun Eğitim cemaatçilikten birlikte okuyamadık. Ben seferinde 2 saat oldu kaydık geldi. Bugün bir yerde Akaysın Allah'ın bu Kurban Eğitim programını birlikte hatırlayabildiğimden düzenine ait bahtiyar eskilimen. Ötken birkaç yıldan bu yan pandemikte bundak dalılarda yurttaşlar bir uçuşuş imkaniyetlerinin tazı bulmadan hiç bulmasa bir yıl kirgenlikten başlayıp bu katarımı tükep yurttaşlar özra bir yerga jam bo'lish fursatlarimiz bo'ladi. Buni g'animat bilishimiz kerak. Dünya Uyghur Qurultayı bu yil 12 mart kuni Germaniyaning Myunxen shahrida yashayotgan bir qism Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni etiganlik nashti suhbatiga taklif qilib, Dünya Uyghur Qurultayı qurilganligining 20 yillik sovg'a sifatida Dünya Uyghur Qurultayı markaziy organ uchun Myunxen shahrida maxsus ishxona setib olish haqida iona to'plash safarbarligi boshlatgan. 13 mart günü Dünya Uyghur Qurultayining reisi Dolqun İsa Efendim bu vaqtda muhaciratdagi qarindoshlarımızga xitoban videoluk murojaatnoma e'lon qilib, chet ellardagi qarindoshlarimizni Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dünya Uyghur Qurultayı uchun Myunxen shahrida ishxona uy setib olish qurilishiga iqtisodiy jihatdan yordam berishga chaqirgan.
Shundaqla Dolqun Aysa efendim 16 Mart günü yani her qaysi ellarda faoliyat ilib beriyotgan qarindosh tashkilotlarimizga ayrim holda murojaatnoma yo'llab, ularni Dunyo Uyg'ur qurultayining Myunxen shahrida qurultay markazi organ uchun maxsus ishxona setib olish programmasiga iqtisodiy jihatdan yordam berishga chaqirgan edi. Dolqun Aysa efendim kollektiv heyetlash faoliyatida qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur qurultayining yuqori chaqirig'i chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avom xalqimizning qizg'in qo'llashiga erishganligini, Qurultay bu vaqtda iqtisodiy safarbarlik boshlatgandan tortib, hozirgacha chet ellardagi qarindoshlarimiz tarafidan iyon qilingan iqtisodiy manbaning umumiy miqdorining 750 ming yevroga yetganligini, buning ichidagi 250 ming yevrodan ko'proq qismining Germaniyaning Myunxen shahrida yashayotgan fidokor Uyg'ur qarindoshlarimizga oid ekanligini eskartib o'tish bilan birga, Myunxen shahar markazida nihoyat muvofiq bir o'rinning tanlab bekitilganligini, setib olish rasmiyatlarining mushu oyning oxirigacha tamomlanganligini, setib olingan o'rinning butunlay Uyg'ur naqshlari bilan bezildiganligini, qurultayning bu yangi markazida Myunxendagi Uyg'ur jamoatimizning ehtiyoji uchun masjid, ona til maktabi va Qur'on kursi uchun va boshqa turli ijtimoiy faoliyatlar uchun maxsus zal ta'sis qilinganligini, kelar yilning o'ttirlarida o'tkaziladigan Dunyo Uyg'ur qurultayining 20 yilligini xotirlash ma'rakasiga qurultay markaziy ishxonasining setib olishiga moddiy jihatdan yordam bergan boshqa qarindoshlarimizni taklif qilganligini, buning faqatli qurultayning mulki emas, balki muhojiratdagi butun qarindoshlarimizning o'rtaq mulki ekanligini ifoda qildi va qurultayning chaqirig'iga ovoz qo'shgan muhojiratdagi butun qarindoshlarimizga cheksiz hurmatini va minnatdorligini bildirganligini eskartib o'tdi. Taki 90-yillarning boshlariga qadar Germaniyadagi Uyg'urlarning umumiy soni 50 nafarga yetmaydi. Bugun Germaniyada taxminan 1000 dan ortiq Uyg'ur yashamoqda va bularning 80%ga yaqinroqi Dunyo Uyg'ur qurultayining markaziy organi joylashgan Myunxen shahriga yerlashgan. Yevropadagi, jumladan Germaniyadagi Uyg'urlarning sonining ko'payishi butunlay Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan besim va qirg'inchilik siyosati bilan zich munosabatlik. Uyg'urlarning Yevropaga, jumladan Germaniyaga kelib panohlik telishi 3 cho'ng to'lqinga bo'lingan. Masalan, 1990-yili 5-oyda Sharq Turkistondagi Barin yezisida elib berilgan cho'ng qirg'inchilik, 1997-yili 2-oyda Sharq Turkistonning G'o'li shahrida elib berilgan cho'ng qirg'inchilik va 2009-yili 7-oyning 5-kuni Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida elib berilgan keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik va bu qirg'inchiliklardan keyin Uyg'urlarga qarata zanjirsimon holda elib berilgan qattiq zarba berish va keng ko'lamda tutqun qilish, o'ltirish harakatlaridan iborat. Birleşken Devletler Teşkilatı'da küzetkiçilik salayetiga ega bo'lgan va markaziy organi Gollandiyaning Lahey shahriga joylashgan Yer shari va inson haqlarini qo'g'dash tashkilotining 30-iyun kuni Lahey shahrida chaqirilgan ayollarning haq-huquqlarini qo'g'dash xalqaro muhokama yig'inida Uyg'ur ayollari duchor bo'layotgan zulm va tragediyalar mazkur yig'inning asosiy kun tartiblarining biri bo'ldi. Bu navbatlik yig'inga doklad berguvchi mehmonlar sifatida alohida taklif qilingan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa, qurultayning bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin va qurultayning Gollandiya vakili Jasur Lager shohidimiz Qalbinur Sidiq qatorliqlar yig'inda qilgan so'zlarda Uyg'ur ayollarining bo'lsa mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklarning eng asosli qurbonlari ekanligini ko'p taraflamalik dalillar bilan ta'kidlab o'tdi. Dolqun Aysa efendim yig'inning ichilish murosimini qilgan so'zida Xitoy hokimiyatining Uyg'ur ayollarga qaratgan insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarining Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan o'tgan yili 31 avgust e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladda Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror qabul qilgan har qaysi parlamentlarning bu vaqtdagi taklif loyihalarida BDT ayollarni kamsitishga qarshi turish komitetining bu yil 30 may kuni e'lon qilingan dokladida shundaqla chet ellardagi tarafsiz tadqiqot organlari va tadqiqotchilarning dokladlarida alohida ta'kidlab o'tilganligini xotirlatib o'tish bilan birga, bo'libmi BDT ayollarni kamsitishga qarshi turish komitetining dokladida Xitoyning darhol tadbir qo'llanib, Sharq Turkiston yo'li qo'yayotgan planliq tug'ish siyosatini bola tushirish, tug'mas qilish va jinsiy zo'ravonlikning barliq shakllariga xotim berishi, bu xil qilmishlarni jinoyat deb bekitishi, shundaqla bu vaqtda jiddiy tekshirish elib berib, mas'uliyati bor shaxslarni javobgarlik tortish talab qilinganligini, afsuski Xitoy hokimiyatining BDTning bu xil tavsiyalariga pisand qilmay Sharq Turkiston ayollariga qaratib kelgan yuqoridagi insoniyat qarshi jinoyatlarini izchil davomlashtirib kelganligini, bundaq bir ahvol ostida demokratiya va kishilik huquqni o'zlarining eng asosli qimmat qarash qilgan demokratik davlatlarning Xitoyga qarshi jazo va embargo siyosatini, diplomatik besimini yanam oshirishning to'liq zarur ekanligini ifoda qildi.
Zumratay Erkin xonim bo'lsa mazkur yig'inning tushdan keyingi maxsus suhbat va analiz bo'limida qilgan so'zida Xitoyning Uyg'ur ayollar qaratgan majburiy tug'mas qildirish, onalarni farzandlaridan majburiy ayirib o'tish, Uyg'ur ayollarini sababsiz tutqun qilib lagerlar qamash, majburiy emgak maydonlarida haqsiz ishlatish, Xitoyning ichki o'lkalarga majburiy yutkab qul o'rnida ishlatish, ularni Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlash, turma va lagerlarda Uyg'ur ayollarini xo'rlash, qiynash va ularga bosqinchilik qilishdek jinoiy qilmishlarining hozirmi ham izchil davom qilayotganligini amaliy misollar bilan o'tirib qo'yib o'tdi va yig'in qatnashuvchilarining bu vaqtdagi turli savollarga tafsiliy javob berdi. Qalbinur Sidiq xonim yig'inda o'zining lagerda beshidan kechirgan ichinishli tragediyalari, shundaqla lagerda bevosita ko'rgan va shohid bo'lgan voqealar, Uyg'ur ayollarining lagerlarda xo'rliqqa, qiynashga, majburiy tug'mas qildirishga, hatto Xitoy saqchi va gardiyanlarining bosqinchiligiga uchrash ahvoli haqida tafsiliy guvohlik berdi. Qalbinur Sidiq xonim so'zining oxirida mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining hozirmi ham shiddat bilan davom qilayotganligini, millionlagan begunoh insonlarning lagerlarda azob uqubat va xo'rliq chekayotganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Xitoyning bu xil vahshiyligini to'sib qilish uchun xalqaro jamoatchiligining shundaqla demokratik ellarning parlament va hukumatlarining jiddiy harakatga o'tishi lozimligini ifoda qildi. Mazkur yig'inga xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, BDTning bir qism dokladchi xodimlari, xalqaro ayollar tashkilotlarining vakillari, Gollandiya parlamentining ba'zi a'zolari va hukumat xodimlaridan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın bayonotchisi ve Qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban efendim 30 iyun günü Germaniya federal hukumatining kishilik huquq oliy komissari Luisa xonimning riyosatchiligida Germaniya tashqi ishlar ministrligida o'tkazilgan va Germaniya hukumatining yangi Xitoy strategiyasini muzokara qilish yig'iniga alohida taklif bilan qatnashib, Dünya Uyghur Qurultayı'ning Germaniya hukumatidan kutilgan ba'zi konkret talablarini o'tirib qo'yish fursatiga erishdi. Germaniya federal hukumati pat yaqında e'lon qilmoqchi bo'lgan yangi Xitoy strategiyasi haqida Germaniyadagi har qaysi hukumatsiz tashkilotlarning taklif fikrlarini elish maqsadida mazkur yig'inni chaqirgan edi. Germaniya izchil turda Xitoy uchun Yevropadagi eng chong mal eksport bozori, Xitoy bo'lsa Germaniya uchun eng chong savdo sheriki bo'lib kelmoqda. Germaniya hukumati 14 iyun kuni Germaniyaning tunji qitimliq davlat xavfsizlik strategiyasini e'lon qilgan. Strategiyada Germaniyaning bexatarligiga doir ko'plagan xirslar, jumladan energiya manbasi, terrorlik, tor josusluqi, Ukraina urushi qatorliq masalalar o'rin olgan edi. Arqadanla Germaniya hukumati hozirgacha Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni qaytadan ko'zdan kechirib chiqib, bundan keyin Xitoy qartilgan yangi strategiyasi haqida maxsus loyiha tuzib chiqib, har qaysi sohalarning keng doirada taklif fikrlarini ilishga boshlagan edi. Shu kuni Berlindan stansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan G'ayur Qurban efendim bu qitim Germaniya tashqi ishlar ministrligida chaqirilgan yig'inda o'zining o'tirib qo'ygan taklif fikrlari haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Men bugun Germaniya Federatsiya hukumati inson haqlari masalasi bo'yicha oliy vakili Luisa Amtsberg xonim bilan uningki riyosatchilikda elib borilgan tashqi ishlar ministrligida shu pat yaqinda e'lon qilinmoqchi bo'lgan Xitoy Germaniya hukumatiningki Xitoy strategiyasi haqida elib borilgan bir tilmiq yippiq muzokara yig'iniga Uyg'urlarga vakolatan qatnashdim. Qatnashib shu Uyg'urlarningki Germaniya hukumatiningki Xitoy siyosatiga tutgan umidimiz va konkret talab fikrlarimizni o'tirib qo'ydik. Cümleden Uyghur meselesini bu xalqaro sahnelarda Germaniyada ham emas, belki de xalqaro sahnelarda cümleden BDT'larda, Birleşken Devletler Teşkilatı, Bexatarlik Kengashida ve Germaniyanın başka diplomatik nimelerde sorularda texmi aktif tilg'i ilish, jonlantirish, aning keyindan Xitoyni Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishni aning keyindan Xitoyninki nimasini Uyg'ur qirg'inchilik to'xtatishni mana shu qul emgak masalasida va Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy masalalarda Uyg'ur qul emgak masalasi va irqiy qirg'inchilik masalasini bu masalalarni yo'qotishni oldin shart qilishni degan shaqasadak o'sha nuqtaliq bir qancha nuqtalarni o'tirib qo'ydik hamda andan boshqa Yevropa parlamentida Yevropa davlatlari bo'lgan diplomatik tirishchiliklarida Uyg'ur masalasini oldin qo'rin qo'yish degandek bir muncha narsalar bor. Asosiy qo'lliq deb mushuni dedik hamda.
Xitoy doiralari bu qitimqi Qurbon hayitda Xitoyning 2017-yildan burunli boshlangan va kishilik huquq tashkilotlari tomonidan Uyg'ur oilalarining shaxsiy turmushiga to'sqinlik qilish deb ayblangan qo'shmoq tuqqanlarning Uyg'ur oilalari bilan heyitlashish faoliyatini tashkillagan. Növbətdə Xitayning Sharq Turkistondagi yerlik taratqularida Xitoy qo'shmoq tuqqan kadrlarining Qurbon hayit mezgilida Uyg'ur tuqqanlarining oilasiga kelib, hayitni tang kutib olganligiga doir xabarlar keng tarqatilmoqda. Xitoy doiralarining ilgari 1 milliondan ortiq kadrni qo'shmoq tuqqan bo'lish nomida Uyg'ur oilalariga o'rinlashtirib, Uyg'urlarning oila ichidagi kundalik ish harakatini kuzatishi va xotirlashi kishilik huquq tashkilotlari tomonidan Uyg'urlarning oila ichidagi erkinligi va turmush maxfiyatligiga ig'ir darajada xiloflik qilish deb ayblangan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning 2017-yili boshlagan cho'ng tutqunida qo'shma tuqqanlarning Uyg'ur oilalari ustidan tayyorlagan kuzatish doklati oila a'zolarining tutqun qilinishi va jazolanishida halqiliq rol o'ynagan. Xinjiang gezitining 29-iyun bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, doirlar bu yillik Qurbon hayitda Xitoy qo'shma tuqqanlarini yana Uyg'ur oilalariga berib hayitni tang tabriklashga safarbar qilgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.